Boshida kirganingizda siz ro'yxatdan o'tishingiz kerak bo'ladi. Buning uchun bu yerga telefon raqam, bu yerga parol, bu yerga mana shu kodni mana shu yerga yozasiz va bu yog'iga tegmaysiz. Ro'yxatdan o'tishni ustiga bosib ro'yxatdan o'tib olishingiz mumkin va men o'z hisobimga kirib videoni davom ettiraman. Boshida kirganingizda mana shunaqa holat chiqadi. Mana sayt haqida batafsil ma'lumot berib o'tilgan. Xush kelibsiz deyapti. Bu yerda 20 ming so'm bonus beradi kirgan paytingizda. Bu yerda mana minimal depozit, ya'ni minimal pul kiritish 50 ming so'm. Har kuni mana 1000 so'mdan bonus berib boradi. Xo'sh, bu yerda o'kni bosamiz. Bu yerda aytgancha Telegram guruhi va Telegram kanali ham bor ekan. Endi bu yerda 8 ta bo'lim bor. Bu yerda kanalga qo'shiling, vazifani taklif qiling, pul kiritish, biz bilan bog'lanish, olib tashlash, bank hisobi, parol va mening hisobim bo'limi. Bu yerda mana shuni ustiga bosadigan bo'lsak, bizni Telegram kanaliga olib o'tadi. Bu yerda mana qachon ochilgani, mana 22-iyun kuni. Bu yerda mana kanal vaqti hammasi bor. Bu yerda ham izohlar yozib qoldirgan, kirib ko'rishingiz mumkin. Mana demak, endi saytga qaytamiz. Xo'sh, bu yerda vazifali bo'limi bor. 3 ta a'zoni sarmoya kiritishga taklif qiling va 20 ming taklif qiling va 20 ming o'sir deyapti, bilmadim. Ya'ni 20 ming bonus bersak kerak. Bu yer pastda ham shunaqa, mana 6 ta a'zoni taklif qiling. Xullas shunaqa ekan, bonus berar ekan referallar uchun. Bu yerda pul kiritish, buni ham ko'rib o'tib ketamiz. Mening hisobimda 22 ming so'm pul bor. Bu 20 ming bonus oldim. Kecha ro'yxatdan o'tdim. Kecha 1000 so'm bonus va bugun yana 1000 so'm, shu bilan 22 ming bo'ldi. Hali saytga pul kiritganim yo'q. To'lov usuli bu yerda pay 50 mingni bosamiz. 50 ming tanlagandan keyin bu yerda hozir pul kiritish deyapti. Bu yoqda mana ma'lumotlar berib o'tilgan, hammasini yozib chiqilgan. Mana ko'rib tanishib chiqishingiz mumkin. Erinmasdan o'qib oldin keyin pul kiritishingiz mumkin agar xohlasangiz. Demak, bu yer ustiga bosamiz. Bu yerda to'ldirish muvaffaqiyatli deyapti. Mana shu karta raqamini nusxalab olib, endi xohlasangiz Humo, xohlasangiz bu yerda Humo karta ekan va mana shu raqamga pul kiritgandan keyin skrinshot qilib olasiz. Skrinshotni esa mana bu yerga joylaysiz va bu yerda keyin to'lovni tasdiqlab qo'yasiz. Birozdan keyin pullaringiz saytga kelib tushadi. Endi qolgan bo'limlar bilan tanishamiz. Bu yerda biz bilan bog'lanish ustiga bosamiz. Bu yerda mijozlarga xizmat ko'rsatish va Telegram kanali bor ekan. Bu yerda mana shuni nusxalab olib Telegramdan yozishingiz mumkin. Xo'sh, bu yerda olib tashlash oxirida ko'ramiz. Bu yerda bank hisob, ya'ni karta raqamini va nomini hammasini kiritib qo'yasiz. Bu yerda ham batafsil ma'lumot berib o'tilgan. Bu yerda parol, bu yerda mening hisobim bo'limi bor. Xo'sh, bu yerda endi mahsulotlar bo'limiga o'tadigan bo'lsak, xo'sh, mana VIP birini narxi 50 ming so'm. Bizga har kuni mana 7692 so'mdan berar ekan. 60 kun davomida umumiy daromad 461500 so'm ekan va VIP 2 ni narxi 100 ming so'm. Kuniga 16667 so'mdan berar ekan. Bu ham 60 kun davomida umumiy daromad 1 million so'm ekan. Va VIP 3 ni narxi 200 ming so'm, kuniga 36 ming so'mdan berar ekan. 60 kun davomida bu ham mana umumiy daromad esa 2.181 ming so'm tashkil etadi. Bu yoqda VIP 4, VIP 5, VIP 9 gacha bor ekan. Men hozir buni pul kiritmayman. Yana bu yerda aytgancha kunlik kirish ustiga bosasiz. Ertaga deyapti. Sababi men shunchaki ustiga bosganda sizga 1000 so'm bonus beradi. Sababi men bugun bonus olganman. Menga bonus berilmaydi.
hisobingizda 50 ming so'm bo'lsa, misol uchun sotib olish ustiga bosib sotib olishingiz mumkin. Hali men pul kiritganim yo'q, keyinroq sotib olishim mumkin agar xohlasam. Xo'sh, bu yerda sarmoya kiriting deyapti. Bu bo'lim bizga kerak emas va jamoa bo'limi. Bu yerda mana shu havolani nusxalab olib do'stlaringizga tarqatishingiz mumkin. 8 ta referal bor ekan, sababi Telegram kanalga joylab qo'ygan edim havolani. Eng yaxshi tarafi bu yerda har bitta chaqirgan do'stingiz uchun, ya'ni birinchi darajali referal uchun 25% komissiya, ikkinchi darajali uchun 3% va uchinchi darajali uchun 2% bonus berar ekan. Bu yerda hech kim pul kiritmagan, men chaqirgan referallar bu yerda olgan ma'lumotlar yozib o'tilgan. Pul kiritish, kiritmaslikni o'zingiz bilasiz. Men ham pul kiritmadim. Endi kiritishim mumkin. Hech kimni bu saytga pul kiritishga yoki boshqa narsaga majbur qilmayman. Shunchaki ma'lumot berib o'tmoqdaman do'stlar. Kimdir qiziqsa ishlashi mumkin. Va bu yerda mening bo'limi, oxirgi bo'lim. Bu yerda mana biz haqimizda mijozlarga xizmat ko'rsatish, ilovani yuklab olish, bank hisobi, bu yerda mening hisobim va asosiy bo'limga o'tamiz va endi pul chiqarishni ko'rib chiqamiz. Pul chiqarish uchun mana shu olib tashlash ustiga bosamiz. Bu yerda oldin karta qo'shib qo'yish kerak ekan. Haqiqiy ism deyapti. Ismni kiritasiz, bank nomini tanlaysiz va bank hisob raqamini kiritasiz, ya'ni karta raqamini. Bu yerda qolgan ma'lumotlar yozib o'tilgan. Qo'shish bo'limini bosib qo'shib qo'yishingiz va keyin pul chiqarib olishingiz mumkin. Minimal chiqarish adashmasam 20 ming so'mni tashkil etadi va bu yerda ham minimal yechib olish 20 ming ekan, ko'rib turganingizdek. Xo'sh, bu saytda shunday qilib, ya'ni kunlik bonus va kirgan paytda 20 ming bonus olib, VIP birni sotib olib va referal orqali ham 4 ta yo'nalish, ya'ni 4 ta usul bilan pul ishlasa bo'lar ekan. Agarda men saytga sarmoya kiritsam va yoki boshqa narsa qilsam, albatta Telegram kanalga joylab qo'yaman. Xohlasangiz ishlang, xohlamasangiz ishlamang. Men hech kimni saytga sarmoya kiritishga majburlamayman. Shunchaki o'zbek saytiga qiziqadiganlar uchun video qilib chiqarmoqdaman. Demak, bugungi video mana shundan iborat edi. Tushunmay qolgan joylaringiz bo'lsa, kommentariyaga yoki Telegram guruhga yozib qoldirishingiz mumkin. Aytgancha Telegram kanal va guruh manzili kommentariyada va opitsaniyada bo'ladi. Sayt manzili esa Telegram kanalda bo'ladi.